Qanaqasizlar do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun yana sizlar bilan Leyla 23 aviator prognoz kanalidamiz. Tak do'stlar, Telegram kanalimni ko'rsatib o'taman. Bu yerda Telegram kanalim ustiga bitta bossanglar, avtomatik tarzda Telegramga kirasizlar. Bu yerda barcha bookmakerskiy kontoralar bilan undan tashqari mana bunaqa aviator uchun berib borilgan signallarimga ulanishinglar mumkin. Kim aviatorga qiziqsa, bemalol Telegram kanalimga ulanishinglar mumkin. YouTube'imga maksimal darajada o'rtoqlik qo'ldan kelgancha like, kommentariyani ayamaysizlar degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, mana shu YouTube'imizga rekomendatsiyaga chiqishiga ancha yordam bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, bugun bitta risk jinnisini qilamiz. Ya'ni kechagi kuni aviatordan ko'tarilgan summamizdan 37 million balansda qolgan. Mana shu summamizni iloji boricha, misol uchun yaxshigina ko'tarishga harakat qilamiz bugun Games'dan. Tak, DBBet kontorasida o'ynayman va bu kontoramizni promo kodidan Leyla 23 promo kodidan ro'yxatdan o'tkazib olganman o'rtoqlar. Tak, davay ketdik bo'lmasam, bugun bir Games'ni qoqib chiqaylik. O'rtoqlar, qaranglar. Birinchi o'yinimizni biz Mayam Tomb o'yinidan qo'rqmagan holatda, qo'rqmaymiz. Mayam Tomb o'yinidan qo'rqmagan holatda birinchi liniyaga 1.450 mingdan tikamiz. Nima uchun 1.450 mingdan tikilishini hozir men sizlarga ko'rsataman. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Mana shuning uchun 1.450 mingdan tikamiz. Hech bo'lmasa bir 3 marta viltlarini ushlab olganimizdan keyin yana 3 marta viltini ushlaganimizdan keyin chiqamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi balansimizni misol uchun ozgina chalg'itishimiz kerak, 145 mingga tushiramiz. Summani o'ynatib tikishinglarni maslahat beraman o'rtoqlar. Mayam Tombda misol uchun whitelari juda ham yaxshi beradi. Shuni inobatdan chetda qoldirmayman. Ya'ni 1.450 mingdan ketdik bo'lmasa. Yana bitta yoki ikkita viltlarini bersa yaxshi. Tak, davay. Zo'r. Chiqamiz do'stlar. Qo'rqmasdan tikili katta summada o'ynasanglar, baribir cho'ntaginglar yaxshigina pul ko'radi o'rtoqlar. Shuni inobatdan chetda qoldirmaysizlar degan umiddaman. Tak, endi biz ko'rib turibsizlar, padyettanatka kirdik, strategiyamiz bo'yicha ketdik. Ya'ni strategiyam bo'yicha bo'lish yoki menshiga minimalni 3 ming so'mdan 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 va 5-1 nardalari yoki ikkita bir xillik son orqama kattalik chiqib berish kerak. Bizga 5-1lar chiqib berdi. Shundan keyin qo'rqmagan holatda 950 ming 500 dan tikamiz o'rtoqlar. 7 ga bittada nima deyapti do'stlar? Bittada gap bo'lishi mumkin emasmi? Nima deyapti? Vashchi gap bo'lishi mumkin emas. Tak, chiqamiz. Bitta misol uchun padyettanadan g'alabani oldikmi, boshqa o'yinlardan davom ettirib o'ynasak bo'ladi. Yana hali padyettanaga qaytamiz. Tak, endi Apple Fortunaga kirdik o'rtoqlar. 145 mingdan strategiyamiz bo'yicha yana ketishga harakat qilamiz. Men hozir Apple Fortunada o'rtoqlar eski strategiyam bor, bilardinglar. Birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator, uchinchi qator, to'rtinchi qator va 5-qator. Mana shu strategiyani qo'llab g'alaba olishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Eski strategiyamizni ham bir qo'llab ko'raylik-chi, qay darajada va nechtada o'xshab beradi. Nechtada o'xshab beradi o'rtoqlar. Tak, davay. Xo'p. Endi bu yana dagon qilamiz 1.160 mingga. Birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator. Davay, endi beri qol 1 2 oy. Vashcha qiynab tashadi. Birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator, uchinchi qator, to'rtinchi qator va 5-qatorga bermayapti. Davay. Sanab o'tinglar o'rtoqlar, qancha martada o'xshab beryapti, necha martada o'xshab bermoqchi. Sanab o'tinglar. Tak, dagonimiz 3.600.000, почти 10% уже. Davay, endi bitta o'xshab bergan. Balansimiz oqib ketdi lekin. Shunaqasi ham bo'ladi. Apple Fortuna ozgina odam azarga tiqib qo'yadigan o'yin o'rtoqlar, bilasizlar. Davay. Olamiz. Lekin javnaqa plyusdamiz deb aytolmayman, chunki yana bitta strategiyamni o'xshatishga, boshqa eski strategiyamni o'xshatishga harakat qilaman o'rtoqlar. Iloji boricha, chunki odam azarga kirdi, olamiz. Endi yaxshi, chiqamiz. Apple Fortuna nima uchun azarga kirdi? Sababi bundan kechagi kun aviatordan cho'tki ko'targanim uchun meni qiynab qo'ydi hozir. Shuning uchun berish ehtimolligini juda qiynab bordi. Endi Wild West Gold o'yinimizdan
strategiyamiz bo'yicha ketdik. 10 qo'lga bizaga 3 ta g'alaba kerak. Mana shu g'alaba chiqquncha biz sabr qilamiz do'stlar. Davay yana bitta. Yo'q. 3 marta g'alaba kerak bizaga. Necha martada o'xshab beradi bilmayman do'stlar, lekin o'xshab bergandan keyin bemalol strategiyamni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ungacha sabr. Davay. Xo'p, yana bitta. Yaxshi. Endi balansimizdan kelib chiqqan holatda tikamiz. Misol uchun 5. 1 2 3 4 5 6. 5 million. Voy, 1 million 450 ming ekan. 1 million 450. Shu maksi shunaqa summa bo'lishi yomon-da do'stlar. Maksi shunaqa summa bo'lishi. Ko'rdinglarmi? Bittada o'xshab berdi. Xo'p, endigi o'yinimiz Western Slot bo'ladi o'rtoqlar. Va bet kontoramizning yangi obnovleniya bo'lgan versiyasida o'ynaganman. 1450. Birinchi liniyadan bet kontorasida o'ynagamiz. Birinchi liniyaga 1450 ming tikdim. 7250 ming yomon emas. Yana bitta. Shunaqa belgilaridan tushib bersa zo'r bo'lardi. Yaxshi. Tak, o'rtoqlar, DBBet kontorasidan ro'yxatdan o'tayotganinglarda promokod degan joyiga Layla 23 promokodini yozib, ro'yxatdan o'tish esdan chiqmasin. Tak, maksimiz bizani kamroq ekan. Tak, 360 ming 3-liniyaga 1 million 800. Tak, yana 960 ming 3-liniyaga 3200, yana 520 ming 1 million 650 ming. Tak, 13 million berib gap bo'lishi mumkin emas. Chiqamiz. Western Slot'dan zo'r o'yin o'rtoqlar. Yaxshi ko'rib o'ynayman Western Slot'ni ham har doim. Tak, endi Fruit Cocktail. Tak, necha puldan? 1 million 450 bundan ham. 1 million 450 max bo'lganligi uchun 7 million 250 ming yomon emas. Tushiramiz endi 145 mingga. Davay. Yana bitta 5 berishi ehtimolligi bor, yoki 4 beradi yoki 10 beradi. Ozgina o'yinni chalg'itaylik. Chunki mag'lubiyat berishi aniq edi. 5 koeffitsiyentdan keyin 70 larni bergandami. Tak, endi ko'taramiz 1 million 450 ga. Yaxshi 2 koeffitsiyent. Davay, bitta 5 mi, 4 mi choqilla endi. Davay. Davay. 2. Yana 2. Yaxshi, chiqamiz. Aytdimki, yoki 5 yoki 4 yoki 2 beradi. Tak, mana shu o'yinni ham bir o'ynab ko'ramizmi o'rtoqlar? Tak, kazinoga o'xshagan o'yin bilasizlar. Agar bizaga 3 ta skater yoki bonusini bersa ham, misol uchun yaxshi bo'lardi. Va 2300 beryapti. Davay. Qisqagina videocha o'rtoqlar, misol uchun katta summadan bemalol katta summaga ko'tarish imkoniyatingiz baland bo'ladi. Shuning uchun har doim aytib o'tyapman, mayda summada o'ynashinglarni maslahat bermayman. Mayda summada o'ynashinglarni keragi yo'q o'rtoqlar. Xo'p, mashina o'ynaymiz. Menga yoqmadi, tipi kazinoli o'yin bo'lganligi uchun. O'z kazinolarni faqat 3x Plays'ni yaxshi ko'rib o'ynayman. Tak, 1200 dan go. Tak, voy 60300 so'm. Ko'p bervardilar. 3 million 859 ming 200. Davay yana. Xo'p, 18 million bervardi o'rtoqlar. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Shu ham zo'r beradi. Har doim o'ynab ko'rishinglarni maslahat beraman. Tak, summamizni o'rtoqlar ko'rib turibsizlar, почти 3x ga yaqinlashib qoldi. Misol uchun, qo'rqmasdan katta depozit bilan qo'rqmasdan katta depozitga ko'tarsanglar bo'ladi. O'shaning uchun har doim mayda summadan o'ynashinglarni maslahat bermaganim sababi ham shu. Kattada o'ynasanglar ham beradi, kichkinada o'ynasanglar ham beradi. Shuni bitta sotib ko'ramizmi o'rtoqlar? 1 million 200 eng minimalniy summasi, eng maksimalniy summasi deganim. Davay go. Xo'p, x bormi? Voy. Davay. Voy. Choqqilla, davay.
Voy, latta tashladik-ku. X kamde, yana X please. Yomonmas. O'qib qildi. Yomonmas. Почти pulimizni yarmi chiqdi o'rtoqlar. Bu yo'q, o'sha bizlarning foydamiz bilan ishlab bersa. Asalsan Abdullajon, shakarsan bo'lib ketadi. Xo'p, dalshi liniya. Xo'p, sarula. Voy Peter, liniya yo'q edi-de. Yaxshi 16x yig'ildi o'rtoqlar. 11 spinimiz patlab bor. Cho'tda nimadir iskevatdi deydi-yu. Voy, x ishlab bermadi. Va ikkita berib qo'yib endi to'xtab qolma. Yaxshi xo'p, lekin liniya yo'q boshqa. 6000 so'mga 23x. Jalka. Voy ishlab bergan. 23x ga bitta asal bo'lib ishlab bergan. Voy, shunga x ber. Xarosh, chotki. Senga mikrofon bo'lib ketdi bu yog'i. Gap bo'lishi mumkin emas. Uzr, telefon kelib qoldi menga. Tak qizil bosishga majbur bo'ldim. 4.560.000 choq o'rtoqlar. Zo'r. Davay. Bitta. Xo'p, yaxshi. Yo'may, 25.000 ga 25x, 27x, 3 ta spin. Xo'p, zo'r o'rtoqlar. O'ynamagan o'yininglarni shundoq sotib olmasdan o'ynasanglar ham qoqib tashirkansizlar-yu. Yana 1.152.000 choq. Mana senga o'yin, ana senga o'yin. Zo'r. Davay x ber. X ber oxirida ber. Please x tashavor chol. Bitta qo'lingni ko'tar. Любой x ga qo'lingni ko'tar. Voy dod qo'lingni ko'tar. Iltimos, ko'tar qo'lingni. Voy Peter. Shunga bermaysanmidi? Zo'r. Короче, do'stlar, men videoni shu yerda to'xtataman o'rtoqlar. 91 million почти 3x dan oshirdik o'rtoqlar. Aytayotganim, har doim katta summada o'ynasanglar, kattani qoqib chiqib ketasizlar. Maksimal darajada mayda summada o'ynamaslikka harakat qilinglar. Sizlar bilan Dibet kontorasida Lel 23 aviator prognoz kanalida bo'ldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Bizning promo kodimiz Lel 23 promo kodi. Bitta like bosib, kommentariyani bog'latib ketasizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.